Do'mo Savolingizga. eshitmani onam hozir bu yerda haqiqatni gapirmayaptilar-da. Tushundim. To'xtang, men gapiring, men sizni eshitdim. Faqat sizlar ona, to'g'ri, onani oyog'ini tegida jannat. Adam bizani mamindorligimizdan kira qilib boqqan. Bu dom adam olganlar. 72 ming so'mga olganlar. Domni sotganda adasi. Tepamda Xudo turibdi. Men yolg'on gapirib o'tgandim. Dodam rahmatli o'lib ketmaganlar topib keladi. Dodam ertaga o'lib 70 ga kirgan dodam kelib bizga qurib berganlar. Dodam ham O'shatda dodam ammalari ham hammasi biladi bularning kimligini. Kimsiz, ismingiz kim? Rahmatulloh. Go'zal ism ekan. Allohning ismi bor ekan sizda. Endi propiska olasizmi, olmaysizmi, o'zingizni ishingiz bu dunyo hammadan qolib ketadi. Al-baqau lillahi vahdah. Qolishlik, abadiylik Allohning o'ziga, onam. Halol mehnatda katta qilganman deb gapirib turuvdingiz, maza qilishni o'tiruvdimi? Bir joyda sal qo'n tushirib qo'ydingiz, onam. To'xtang, meni eshiting, ona, bo'lmasa rosa eshitdim. Aro sotganman degan so'zingizdan keyin men bir muzladim. Chunki luqmai halollik gap ko'p. Hazrati Umarning oldiga bir ota yig'ilib kelgan ekan, boshi yorilib yotibdi, burni singan, kalta yegan. Keksa qariya kim seni bu ahvolga soldi deb so'raganda, o'g'lim meni urdi debdi. Qani o'g'ling, mana turibdi, qo'lida tayog'ini ushlab. Xudodan qo'rqmadingmi? Otangni urgani deganda, Xudo kim? Men tanimayman dedi. Ota, o'g'lingga Allohni tanitmaganmisan? Nima halol, nima haromni farqiga borishni o'rgatmaganmisan deganda, yo'q, faqat qo'y boqishni o'rgatganman. Ertalabdan tepib uyg'otardim, borib qo'y boqardi, kechqurun keladi, ovqatini berardim, yana ertalab dalaga, yaylovga haydardim deganda Umarul Odil aytgan ekanlar. Allohni tanitmagan bo'lsang, harom bilan halolni farqiga borishni o'rgatmagan bo'lsang, faqat qo'y boqishni o'rgatgan bo'lsang, bolang seni qo'y deb o'ylab kaltaklab qo'yibdi degan ekanlar. Nima demoqchimiz? Onajon, oyog'ingiz tegida jannat. Sizlarning duoinglar bilan yurimiz ko'karib, birimiz ming bo'lib, alhamdulillah ishimizda omad, qo'limiz baland bu yurimiz duoinglar bilan. Bu dunyo onajon hammadan qolib ketadi. Shuning uchun bu zurriyotni sizni bolalaringiz onajon, bag'ringizga oling. Chunki Alloh rahmdildir, rahmdil insonlarni yaxshi ko'radi. Endi farzandlar, men tarozi ikki tarafini barobar ushlab gapiryapman-da. Bir yoqqa qarab olib ketmayman. Rahmatulloh, siz singlim, farzandlar, bar farzandmiz-da. Ash ko'rsatuvda ona bilan bir yarasha olsanglar-da, biz bitta chiroyli pataqa bersaydi, duo bersang, mana hoji akam ustoz bir duo bersalar-da, mash ko'rsatuvni o'zidan hozir hamma O'zbekiston ko'ryapsizlar. Shunaqa ham noahil bo'ladimi deb chap ko'z bilan qarab, kulib masxara qiladiganlar tiqilib yotibdi. Shuning uchun mana shu joyda hozir onaxonda mana qiz o'tiribdilar. Qizlar mehribon bo'ladi onaga. Deb mayli, hammasini orqaga tashlab, nima bo'lgan Xudo biladi uyingizda. Bularni mana halol mehnatda bir ko'zlab katta qilgan ekansiz. Mana o'zingiz ham bir kechirimni qabul qiling-da. Bolalaringiz hozir bizani guvohligimizdan onajon kechiring deb rahmatulloh hozir yugurib kelsada, ukam yugurib kelsada, qizingiz kechirim so'rasada, ne gunohlarni qilamiz, Alloh kechiradi, mendan kechirmaydimi? Allohning oldida ham, bandan oldida ham onajon yuzingiz yorug' bo'ladi, sharofat olin. Onangizdan kechirim so'raysizmi? Mard bo'lib. Men kechirim so'rayman onam, lekin bu gapni gapirmasin. Hozir bizani guvohligimizda, ukajonim, menga qarang, ukajonim. Yaxshi yigit ekansiz, mehnatda katta bo'lgan ekansiz, o'zimizga o'xshab. To'xtanglar. Halol mehnatda o'zimga o'xshab katta bo'lgan ekansiz. Yuzingizdan yaxshi yigit bilib turibsiz, rangko'r xol so'raysiz. Onadan bir og'iz, onam kechirim deymashi, onaxon agar kechirim so'ramasada gunohkor bo'ladi. Onajon kechiring deb mana qiz ham o'tiribdilar. Senam otingiz nima aytdingiz? Mirdona. Mirdona. Qizim, mana kelyapti yigit, mard yigit mana onadan ko'rish uchun kelyaptilar. Onaning ketdi. Harakat toping. Onajon, kechiring, ona. Ay qarang. Qo'lingizni kechiring mana. Ona, qo'lingizni kechiring mana. Mirdona, siz ham keling. Shunda keling. Keling Mirdona, unaqa qilmang. Onajon kechiring. Onaxon kechiring. Hamma o'tiring, rahmatulloh, hamma o'tiring. Mana oyoqlar mashina o'tirib oldi. Qizim, siz ham o'ting. Ustozlarning hurmati. Ahli ilmning hurmati. Olingizni kechiring olim. Mana